Assalomu alaykum, hurmatli dehqon va fermerlar, qishloq xo'jaligi xodimlari. Qishloq xo'jaligi viloyatimiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda hurmatli prezidentimiz tomonidan barcha sohalar qatori agrar sohani rivojlantirish, tarmoqda ilm-fan yutuqlarini joriy qilish bo'yicha amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida bu yil ham Qashqadaryoda qishloq xo'jaligida katta marralarga erishildi. Joriy yilda viloyatimiz tarixida ilk bor 550 ming tonnadan ortiq paxta yetishtirildi. Viloyatdagi 300 dan ortiq fermerlarimiz gektaridan 60 sentnerdan ortiq hosil oldi. G'allakorlarimiz ham 1 million tonnadan ortiq don yetishtirdi. Bog', tokzorlar yangilanayotgani, intensiv sabzavotchilik rivojlantirilayotgani natijasida qariyb 1 million tonna sabzavot va poliz, 315 ming tonna meva va uzum, 200 ming tonna kartoshka hosili olindi. Qariyb 100 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilindi. Birgina tarvuz eksporti 18 million dollarga yetdi. Albatta bunday ulkan natijalar ortida dehqon, fermerlar, klasterlar, qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi har bir insonning mehnati, jasorati, fidoyiligi turganini barchamiz his qilib turibmiz. Kuni kecha qishloq xo'jaligidagi islohotlar natijadorligi va kelgusi yildagi ustuvor vazifalar bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda muhtaram prezidentimiz tomonidan soha rivoji uchun ko'plab yangiliklar e'lon qilindi. Qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishi bo'yicha ko'plab imtiyoz va preferensiyalar joriy etildi. Muhtaram prezidentimizning topshiriqlari, ko'rsatmalari asosida kelgusi yilda qishloq xo'jaligida yuqori natijalarga erishish bo'yicha qator vazifalarni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Birinchidan, kelgusi yili ham paxta va g'alla yetishtirishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash ustuvor yo'nalishimiz bo'ladi. Shinjon usulida paxta ekish 1,5 barobarga ko'paytiriladi. Ushbu intensiv texnologiyalar 40 ming gektardan ortiq yerlarimizga qo'llaniladi. Ko'sak qurti va gerbisidga chidamli g'o'zaning xorijiy navlari 55 ming gektarga ekiladi. Paxta yetishtirishda to'liq 76 lik sxemaga o'tiladi. Kelgusi yil g'alladan 1 million tonna hosil olinadi. Buning uchun g'alla erta bahordan 3 marotaba azotli mineral o'g'itlar bilan, 3-4 marotaba makro va mikro elementlarga boy o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ikkinchidan, sohani zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash ishlari izchil davom ettiriladi. Qariyb 1,5 trillion so'mlik 1,5 mingta yangi qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari xarid qilinadi. Natijada chigit ekishni 15 kundan 10 kunga, g'alla o'rishni 35 kundan 25 kunga qisqartirish hamda shudgorlashni 30 kunda yakunlash imkoni yaratiladi. Shuningdek, paxtaning 70% mashinada teriladi. Uchinchidan, tobora keskinlashib borayotgan iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish borasidagi tadbirlarimiz yanada jonlantiriladi. Yangi irrigatsiya obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish hisobiga 5 ming gektardan ortiq yer foydalanishga kiritiladi. Qariyb 47 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinadi. 27 ming gektar maydon lazerli qurilmalar yordamida tekislanadi. 5 kilometr kollektor drenaj tarmoqlari quriladi. 22 kilometr kollektor drenaj tarmoqlari, 62 kilometr kanallar va 14 ta gidrotexnika inshootlari ta'mirlanadi. Shuningdek, qariyb 3000 kilometr uzunlikdagi ichki sug'orish tarmoqlari betonlashtiriladi. Viloyatdagi nasos stansiyalarining 50% xususiy sherik boshqaruviga beriladi. 4-dan, kelgusi yili yangi loyihalarni ishga tushirish hisobidan meva sabzavotni qayta ishlash darajasi 2,5 barobarga, go'sht va sutni qayta ishlash 2 barobarga oshiriladi. Xalqaro standartlarni joriy qilgan va sertifikatlashgan korxonalar soni 158 taga yetkaziladi. 150 million dollarlik qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinadi.
chorvachilik, parrandachilik, baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha yangi loyihalar yo'lga qo'yiladi. Chetdan 12 ming bosh naslli qoramol va 65 ming mayda shoxli mollar olib kelinadi. 5-dan bog'dorchilik va meva sabzavotchilik alohida yondashuv asosida tashkil qilinadi. Joylarda yangidan 4,5 ming gektar mevali bog' hamda 228 gektar tokzor barpo etiladi. Qamashida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bilan birga 50 gektar intensiv bog' tashkil qilinadi. Bog' hosilga kirgandan keyin yarim gektardan 100 ta kambag'al oilaga ijaraga beriladi. Hosildorlikni oshirish hamda eksportbop mahsulotlar hajmini ko'paytirish maqsadida qariyb 9 ming gektarda intensiv sabzavot yetishtiriladi. Bu yil misrlik hamkorlarimiz bilan urug'lik kartoshka ekish bo'yicha Kitob tumanida yo'lga qo'yilgan loyiha samara berdi. Bu loyiha yana davom ettirilib, kelgusi 2 yilda 15 ming tonna urug'lik kartoshka olinadi. Natijada viloyatimizning kartoshkaga bo'lgan talabi to'liq qondirilib, boshqa hududlarga sotish darajasiga chiqiladi. Qishloq xo'jaligida pillachilik alohida o'rin tutadi. Kelgusi yili 3 ming tonna pilla yetishtiriladi. Ozuqa bazasini kengaytirish uchun 13 million donadan ortiq tut ko'chatlar ekilishi davom etyapti. Fursatdan foydalanib, mehnatkash xalqimizga, dehqon fermerlarimizga murojaat qilmoqchiman. Oldimizdagi dolzarb vazifalardan biri kelgusi yil hosilining asosiy poydevori bo'lgan sifatli shudgorlashni tez kunlarda yakunlashimiz kerak. Mavjud qishloq xo'jalik texnika va agregatlarini ta'mirlab, kelgusi mavsumga shaylab qo'yaylik. G'alla ekilgan maydonlarda mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, biostimulyator, kimyoviy preparatlar bilan suspenziya sepish, g'alla ekilgan konturlarga mahalliy o'g'it chiqarish va sepish kabi agrotexnik tadbirlarni tashkil qilishimiz lozim. Bu orqali nafaqat bozorlar to'kinligi, oziq-ovqat xavfsizligi, balki eksport uchun ham zamin yaratgan bo'lamiz. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida barcha hududlarda, qishloqlarda, mahallalarda mevali va manzarali ko'chatlar ekaylik. Kirib kelayotgan 2026-yil barcha sohalar qatori dehqonchiligimiz uchun ham qutuliq va barakali yil kelsin. Hosilimiz mo'l, rizqimiz butun. Prezidentimiz va el yurtimiz oldida hamisha yuzimiz yorug' bo'lsin.